Hurmatli kanalimizni kuzatuvchilari, Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri yangi turdagi drobilkalarimiz yetib keldi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Hozir buni sizlarga bittasini ochib tushuntirib o'taman. Kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Buni ishlagan videolarni ham joylab boramiz. Hoppa, mana shunaqa bir-biriga tegib urilmasligi uchun shunaqa upakovkada yetib keladi. Yangi turdagi deb boya aytib o'tdim. Buni motorlari 100% e'tibor berib qo'yasizlar. Misatni o'tkali bo'lib kelgan va 4,5 kilovatlik necha tok ishlatayotgansiz bu datchikdan ko'rsatib turadi. Shunaqa avtomatlar bilan jihozlangan va ichki qismlarini ham ko'rsatib o'taman. Mahaviy, quyma mahaviy bo'ladi. Juda ham qalin. 8 ta molotok, 12 ta pichoq, jami 20 ta bo'ladi. Mana bu tepa qismidan ochiladi. G'ildirakchalari chiqadi o'zida, pachkada va 4 xil setkasi chiqadi. Ikkitasi hashak, ikkitasi don uchun, don mahsulotlar uchun. Molga, qo'yga bemalol ishlatib, chorvachilikka foydalanishingiz mumkin. Va mahaviyda o'zini sof og'irligi 7 kilo 700 lik bo'ladi. Mana shu turishda esa drobilkaning o'zini og'irligi 69 kilo bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Kimga shunaqa har xil turdagi chorvachilik uchun kerak bo'ladigan sifatli drobilkalar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.